Ko'chada palon pulga faqatgina o'zingiz uchun sotib oladigan burgeringizdan ham anchagina mazali, lekin o'sha pulga butun oila maza qilib tanovul qilsa bo'ladigan juda ham noodatiy yopiq burgerni tayyorlaymiz. Aytmoqchi, bunaqasi o'zi ko'chada sotilmaydi. Birinchi navbatda xamir qilib olishimiz kerak. Yumshoqroq lekin qo'lga yopishmaydigan xamir tayyor bo'lgandan keyin yumshoq saryoni ustiga surib, saryoni yaxshilab xamirda yediramiz. Hammasi bir xil holga kelgandan keyin 40 minutga xamirni suv joyiga olib qo'yamiz. Bu paytda kotletni ham tayyorlab olamiz. Kotlet uchun kerak bo'ladigan barcha mahsulotlarni idishga solib, bir xil holga kelgungacha aralashtiramiz. Keyin esa iloji boricha teng bo'lakligi bo'lib, yaxshi qizib turgan tovada pishirib olamiz. 40 minutdan keyin xamirni olib, teng to'r bo'lakga bo'lib, har bittasini yoyamiz va ustiga birinchi navbatda sir, keyin esa kotlet, qovurilgan piyoz, sous, pomidor va yana sirni solib, xuddi qopga o'xshatib yig'ib chiqamiz. Ortiqcha xamirni olib tashlaymiz. Ustiga esa tuxumni sarig'i va sutli massani surib, kunjut sepib, oldindan 180 gradusda qizdirilgan duxovkada 25 minut davomida tayyorlaymiz. 25 minutdan keyin qarabsizlarki, juda ham mazali va suvli burger tayyor. Ishoninglar, rostdan ham zo'r chiqadi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha!